Salom hammaga. Hayvonlar shahri 2 multfilmi premyerasiga ham ancha bo'ldi va yetarlicha rekordlarni o'rnatib tashladi. Tahlil ancha kechikdi, ammo bunga asosli sabab ham bor. Filmni to'liq spoilerlar bilan tahlil qilamiz. Agar multfilmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, spoilerlardan qo'rqadigan bo'lsangiz, videoni ko'rmaganingiz yaxshi. Agarda yo'q, men spoilerlardan qo'rqmayman desangiz, marhamat, videoni tomosha qilishda davom eting. Agar multfilmni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, kinoteatrlarga borib tomosha qilishni maslahat beraman. Yo'q desangiz, Telegram kanalimizdan topishingiz ham mumkin. Havola har doimgidek kommentariyada bo'ladi. Avvalo, birinchi qism voqealarini eslab olsak, chekka bir qishloqda yashaydigan Judi Hopps ismli quyoncha politsiyachi bo'lishni yoshligidanoq orzu qilar edi va ulg'aygach hayvonlar shahriga yo'l oladi. Ammo Judini o'zi istagandek politsiyachi emas, balki yo'l harakati nazoratchisi qilib tayinlashadi. Shu tariqa u Nik ismli tulkini uchratadi. Nik ulkan muzqaymoqlarni eritib, kichik muzqaymoqlar tayyorlab sotar edi. Nik va Judi hayvonlar shahridagi yirtqichlar quturib ketganidan xavotir olishib kurashga kirishadi va oxir-oqibatda Nik va Judi hamma mehribon, yuvosh deb o'ylagan qo'zi xonim bu ishlarning boshida turganini aniqlashadi. Qisqacha birinchi qismni ham eslab oldik. Endi esa ikkinchi qismning syujetini ko'rib chiqsak, bilishimizcha hayvonlar shahrida devorlar qurish va hammaga qulay sharoit yaratib berish g'oyasini ilonlar ilgari surgan va patentlashgan ekan. Ammo shu joyda bir gap, bu qanday hayvon? Silovsinmi? Bu videoda men silovsin deyman, aybga buyurmang. Ammo silovsinlarning bobokalonni ilonni hujjatini o'zgartirgan va o'zining antikvar quroli bilan toshbaqani zaharlagan va shu tariqa hammani ilonlarga nisbatan dushman qilib qo'ygan. O'zi esa patentni nomiga rasmiylashtirgan va hayvonlar shahriga asos solgan. Hayvon sifatida eng hurmatli hayvon bo'lgan. Lekin asl patent hali hamon yo'q bo'lmagan va ilon uni topish uchun hayvonlar shahriga boradi. Shu tariqa Judi va Nik sarguzashtlari boshlanadi. Judi ilon va silovsinlarning kenja a'zosi birgalikda haqiqiy patentni topishga kirishadi. Ammo oxirgi daqiqalarda kenja silovsin hammaga xiyonat qiladi. Bu qismda yangi shahar meri Ot. U oldin aktyor bo'lgan ekan. Buni Nik uyida uni filmlarni ko'rib turganidan ham bilishimiz mumkin. Nikning bosh kiyimida esa birinchi qismdagi o'zi sotgan muzqaymoqlarning rasmini ko'rishimiz mumkin. Balki u hozir ham shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin va balki bu ishni brend sifatida tashkillashtirgan bo'lishi ham mumkin. Nik Judiga Qunduzning hikoyalari deb Qunduzning YouTube ijtimoiy tarmog'ini ko'rsatadi. Bu meni tushunishim bo'yicha Qunduz amakining hikoyalari multserialga belgi bo'lsa ajab emas. Bu shaxsiy fikrim. Yana Judi Hoppsning notebookida bir qancha ijtimoiy tarmoqlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Zoogle. Bu albatta Google belgisi yoki bo'lmasa YouTube. Bu albatta YouTube platformasiga belgi. Nik filmni ko'rib o'tirgan sahnada yana bir qancha multfilmlarga belgilar ham bor. Undan tashqari Nik va Judi quvurda ketayotgan sahnada yana bir qancha filmlarga belgilar ham bor. Ilonni quvib ketayotgan payt esa sichqon sherning bosh kiyimi ostidan chiqdi. Bu ham albatta Ratatouille multfilmiga belgi. Nik ilonni urgan sahna esa Rapunzel multfilmiga belgi. Yana qariya mafiya nevaralik ham bo'libdi. Nevarasi ham xuddi bobosi kabi Nikka qo'lini o'pishni buyurdi. Bu ham o'z navbatida birinchi qismga belgi. Ko'pchilik treylerda ko'rsatilgan bu personaj filmda ham ko'rsatilmaganidan ajablanishdi va hali hamon u qayerda ekanligiga qiziqishyapti. Bu o'zgartirilgan sahna. Bazmga kelishgan payt ilon ayni shu ko'rinishda bo'lmasa ham shu sahnani eslatadi. Shu yerdan ham bilib olishimiz mumkin, treylerda ko'rsatilgan har qanday sahna ham filmda ko'rsatiladi degani emas. Xullas, multfilm menga yoqdi va men payqagan belgilar aynan shulardan iborat edi. To'g'ri, yana ba'zi sahnalarni aytishim mumkin edi, ammo ularni men payqay olmagan edim. Masalan, bu sahnani Kinotime kanali aytganlardan keyin payqadim. 30-soniyasida ko'rsatilgan mashinada bizga Volkswagen mashinalarining logosi ko'rsatildi. Buning sababi ham bor. Chunki multfilm ishlab chiqarilishidan biroz oldin Disney va Volkswagen kompaniyalari rasman shartnoma tuzgan edi. Agarda buni videoga qo'shganimda haqiqatda nomardlik bo'lardi deb o'ylayman. Filmga qaytsak, film grafikasi va saundtreklariga gap bo'lishi mumkin emas.
Ayniqsa birinchi qismda bo'lgan kabi qiziqarli va ma'noli so'zlar yetarlicha. Ishonchim komil, filmning raqamli formati chiqqach, editorlar ijtimoiy tarmoqlarni portlatib tashlaydi. Filmga bemalol yuqori baho qo'ysa arziydi. Agar hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, ishonchim komilki, multfilmni ko'rsangiz aniq sizga yoqib qoladi. Video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Multfilm hamda video haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yana yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.